Navbatdagi bemorimiz diagnoz o'tkir ish rektal parapraktit. Soha sirokasi bo'yicha 9 dan soha sirokasi bo'yicha 11 gacha 12 11-12 oralig'igacha bo'lgan masofada qizarish, shish mavjud. Buning ichida yiringli proses, ya'ni gnoy bor. Mana shu gnoy bemorga kuchli og'riq bergan. Harakatda ma'lum bir darajada cheklanishni yuzaga keltirgan, temperaturani chiqargan. Hozir ochdik, ichidagi gnoyni tashqariga chiqardik. Atrof to'qimalar juda ham qattiq, to'qimalar уже atipik o'zgarishga uchragan, qattiqlashib yotibdi. Har ehtimolga qarshi bittagina to'qimani kusokchasini olib, uni gistologik tekshiruvga yuborib qo'yamiz. Ko'nglimiz xotirjam bo'lishi uchun albatta. Bemor xudo xolasa 2 soatdan keyin lekin oyoqlarida sezgi boshlanadi. Chunki spinal anesteziya qilingan. 5-6 soatdan keyin turib yurib harakatlanishi mumkin bo'ladi, lekin biz bemorlarda asosan ertasi kuni turg'izib yurgizamiz. Spinalkani ta'sirida baribir harakat to'liq qaytmagan bo'lishi mumkin. Indini kuniga uyga ruxsat beramiz. Bemor indini kuni bemalol uyga ketaveradi. Amaliyotdan keyin 10 kun, 15 kun davomida hojat payti yengil achishuvchi og'riq bo'ladi. Ranani to'liq bitib ketishiga 1 oy, 1,5 oy vaqt ketishi mumkin. Xudo xolasa bemorimiz operatsiyadan keyin reabilitatsiya jarayonida u darajada qiyinchiliklarni boshdan kechirmaydilar. Ular 1 hafta davomida shu og'riqqa chidab kelganlar. Bu albatta gnoyni prosesda ancha rivojlanishiga sabab bo'lgan. Hozir o'sha atrof to'qimasidagi qattiq atik hujayralarni sekin-astalik bilan ajratib olyapmiz. Aka, qanaqasiz? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Og'riqlarni sezmayapsizmi? Aka, operatsiyangiz pashti tugadi hisob. Lekin mana parapraktit bo'ladi-ku. Parapraktitda atrof to'qimalar u darajada yiringlamagan bo'ladi-da. Yiringni chiqarasiz, tozalasiz, chiqib ketasiz. Tozalaysiz, chiqib ketasiz. Sizda sal boshqacharoq, ya'ni to'qimalarni atrofi juda ham qattiq. Shuning uchun har ehtimolga qarshi gistologik tekshiruvga kichkinagina kusokchalarni olib qo'yapmiz. Ko'ngli xotirjamligi uchun. Sizda bu gnoy proses chuqur bo'lganligini hisobiga, 1 hafta davomida cho'zib yurganingiz hisobiga granulyatsiya bo'lib, shakllanib qolgan bo'lishi ham mumkin bu narsalar. Shu bo'ldi akajon. Xudo xolasa mana operatsiyangiz tugadi. Alloh dardingizga komil shifo bersin. Ko'rgan kechirgani shu bo'lsin, boshqa kasal bo'lmang. Agar mabodo avval issiqjonmiz, kelajakda qanaqadir bir dard bilan og'rib qolsangiz, bunaqa 1 haftalab yurmang aka. O'zini vaqtida murojaat qiling. Rejalashtirilgan amaliyotimizni 15 daqiqada muvaffaqiyatli tarzda yakunladik, ya'ni o'tkir ish rektal parapraktitni ochish. Biroz cho'zildi. Sababi atrof to'qimalar juda ham qattiq edi. Hamma to'qimalarni olib tashlab, har ehtimolga qarshi gistologiyaga topshirdik. Sababi onkologik proses bo'lishi mumkin. Shu yiringlagandir balkim, lekin buni gistologiyaning xulosasidan keyin aniq ayta olamiz. Unga qarab turib keyin keyingi etaplar aniqlashadi. Balkim bemor ximiyo olar, balkim prosta yiringlashdi hisobiga atrof to'qimalar granulyatsiya bo'lib, qattiq to'qima bilan qoplanib qolgan bo'lishi ham mumkindir. Endi uni gistologiyadan keyin aniqlaymiz. Siz va yaqinlaringizda xuddi shunaqa kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu bemorimizga o'xshab 1 hafta 10 kunlab yurmang. O'z vaqtida shifokorga murojaat qiling va hozirgidagi holat shunda yuz bermaydi. Agar siz va yaqinlaringizda proktologik muammo bo'ladigan bo'lsa, direktdan yozishingiz mumkin, savol qoldirishingiz mumkin. Albatta o'z vaqtida javob berishga harakat qilamiz.